yaxshi siyolmasdan tutilib siydik qolib ketib, nihoyatda og'riqlar bo'lib, ancha qiynaluvdim. Sihat klinikasida navbatdagi operatsiyani rezultatini ulashmoqchimiz. 2-3 marta uretrada struktura, ya'ni torayish bilan operatsiya o'tkazilgan. Operatsiya Toshkentda o'tkazilgan. Bizda tekshiruvlar qildik. Tekshiruvlar qilinganda bemorda uretra strukturasi aniqlandi rentgen tekshiruvlarida. Bu bemorda ikkita operatsiya, ya'ni uretra plastikani ikki xil turi bitta operatsiya jarayonida bo'lgan. Bu ham og'izdan material olib qo'yish protsessi, ya'ni bukkalniy uretroplastika, hamda torayib qolgan joyi kesib ulash, ya'ni kanes anastomoz operatsiyasi bitta jarayon bo'lgan. 35 kunda keldim. Kateter olishdi, xudo xolasa. Ravon yaxshi siyamman. Yaxshi, xudo xolasa.